Hindistan iqtisod geyisining 14 fevral xabar qilishicha, Hindiston doiralari bexatarlik andisi sababli Xitoy texnika shirkatlariga tava 54 appni cheklagan. Egilanishicha, Tanshun, Alibaba va Wangi qatorli Xitoy internet shirkatlari tadqiq qilib yasab chiqqan bir qism yumshoq detallar 2020-yili Hindiston tarafidan cheklangan bo'lib, bu applarning ismi o'zgartirilgandan keyingi yangi nashri Hindiston elektron va uchur texnikasi ministrligi tarafidan yana cheklangan. Angliya Tashqi ishlar ministri Liz Truss eng yangi uchurlarning Rossiyaning har vaqt Ukrainaga tajovuz qila oladiganligini ko'rsatib berganligini bildirdi va Kreml saroyini jiddiylikni pasaytirishga chaqirdi. Yana bir tarafdan Ukraina prezidenti Zelsinki, Germaniya bosh ministri Olaf Scholz bilan o'tkazgan birlashma yig'inida so'z qildi. Zelsinki, Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo bo'lish bizning bexatarligimizga kafolatlik qiladi dedi. Türkiye raisi Recep Tayyip Erdoğan uzun yıllık ciddiylikten keyin resmi ziyareti bo'lgan Arab Birleşme Xalifaligida resmi marosim bilan qarshilandi. Erdoğan bilan Abu Zabi valiahdi Shahzoda Sheyx Al Nahyan riyosatchilik qilgan vakillar o'mikidagi uchrashishdan keyin ikki tarafli kelishim imzolandi. Egilanishicha, ikki davlat o'rtasida davlat mudofaa sanoati, sog'lomlik, klimat o'zgarish, sanoat, texnika, madaniyat, dehqonchilik, savdo, iqtisod, quruqlik va dengiz transporti, yoshlar, ofat boshqarish, meteorologiya, aloqa va arxiv qatorliq sohalarda 13 kelishim imzolangan. Yerim o'tkazgich sanoati jamiyati o'tgan yarim yillik o'tkazgich setish sonliq ma'lumotlarini e'lon qildi. Bultur raqamlashtirishning tezlashiga ergishib, yer shari o'zak ishlab chiqaruvchilarning setish miqdori 2020-yildagiga solishtirganda 26.2% ishib, 555 milliard 900 million dollarga yetgan. Shuning bilan o'zak setishdagi tarixiy rekord buzilgan. Xitoy o'tgan yili yerim o'tkazgichning eng chong bozori bo'lib qolgan. Fransiyada Prens Charles rayonidagi bir ish o'rinida portlash yuz berdi. Portlashdan keyin yuz bergan o't atrofdagi binolarga yamirgan bo'lib, 2 bolani o'z ichiga olgan 7 odam ofatda hayotidan ayrilgan. Qirg'izistonning poytaxti Bishkek havoning bulg'anishi jihatda dunyodagi 10 chong shaharning biri. Bu davlat poytaxtdagi atmosfera bulg'anish masalasiga hal qilish chorasi tepishga tirishmoqda. Egilanishicha, gaz qo'yib berish, shahar atrofidagi o'ltiroq rayonlardagi sifatsiz yiqilg'i ishiltish va axlat maydonidan chiqqan istutak havoning bulg'anishining asosli sababi sifatida ko'rsatilgan. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik partkom 10 fevral doimiy komitetining yig'inini chaqirib, atalmış Xinjiangda islomni xitoychalashtirishga davomli chang turishini ta'kidlagan. Yig'inda yana e'tiqodchi ommani boshqarish, diniy sotsialistik jamiyatga moslashtirishni davomli olg'a surish talab qilingan. Maşanroy o'tgan yili 12-oyning oxiri atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik partkomning sekretarligiga yetkazib kelinganda asosiy nishonning iqtisodiy taraqqiyotga qaratilganligini aytgan bo'lsa-mu, biroq keyingi vaqtlarda u Chingchungo davridagi islomni xitoychalashtirish, Junxo milliy o'rtaq gavdasi engini turg'izish degan xumlarni texmi ko'p ta'kidlashga boshlagan.